Hozirgi kunda Grand Highlander'ni yengisi 0 probeglarini $100,000 dan oshiqroq narxga sotishyapti. 6,000 kilometr yurgan, kraskasi top-toza, tonirovka rayishini, bron plyonka hamma xarajatlari qildirib qo'yilganligini mana men sizga $78,900 ga bersam, olasizmi? Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar. Videoni ko'rayotgan aka, Toyota Highlander mashinalariga talab juda katta. Siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak tanishlaringizga ham yuborib qo'ying. Chunki $100,000 dan oshiqroq pulga mashina olmoqchi bo'lib yurgan odamga undan ancha arzoniga 6,000 kilometr yurganligini, kraskasi top-tozasini taqdim qilyapmiz. Mashinamizda 2,5 litrli turbina motor, ofitsialniy rastamoshka bo'lgan, dokumentalniy O'zbekistonda yurgan mashina. Hozirda boshqa mashina olganligim uchun srochniy sotadigan bo'lib qoldim deb aytayotdilar egalari ham. Mashinamizda kapitanskiy sidenada hech qatida kuzovida qirilib ketgan, chizilib ketgan joylarini ko'rmadim. Mashinamiz 2024-yil. Bu mashinani 2025-yildan boshlab haydashni boshlagan ekanlar. Mashinamiz chisti Amerikanki, Amerikadan kelgan. Bemalol tekshirib boraverasizlar. Hech qatida dilli qiladigan joylari yo'q. Hech qanaqa ошибкасы yo'q deb aytayotdilar egalari. Panorama tomi bor, JBL akustikalar. Xullas Toyota Highlanderda nima bo'lsa, hamma funksiyasi bor. Bu Toyota Highlander Limited versiyasi.